Bobur aka, men sizga 55 ming dollarga 3 qavatli korobka holatida yaxshi uy topib qo'ydim aka. Tanib chiqamizmi? Qarang, yer maydoni 1 sotik, podvali bilan 3 qavat, 5 ta xona, tashqi, ichki qismi suvoq holatida malyarkaga tayyor. Korosli eshik romlari qo'yilgan. Manzilimiz Sergeli xonobodda joylashgan. Katta ko'chaga 400 metr ekan. Garajga kanalizatsiya, gaz, svet, suv, hamma kommunikatsiyasi bor. Uyimizda esa 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. To'g'ri, hovlisi kichikroq, lekin mashinani qo'yib kirib ketaversangiz bo'ladi. Podvalimizga hovlidan tushiladi. Tek yaxlit podval qilingan, 70 kvadrat metr podvalni o'zi. Uyga kirishingiz bilan oshxona joylashgan. Elektrik ishlanib qo'yishibdi. Kattalar yotoqxonasi, yangi eshiklarni qoldirib ketishadi. Bu yoqda sanuzel joylashgan. Bolalar yotoqxonasi, oynasi bor. Bu yoqda esa kompaktli mehmonxona joylashgan. Ikkinchi qavatimizda esa ikkita yotoqxona, bitta hol, bitta sanuzel joylashgan. Shu uy joyimizni korobka holatida uy qurayotgan tanishlariga yuborib qo'yamiz. Rahmat.